Maşallah. Berekesini versin. 79 milyon so'mga jupiga 35 milyon o'zimizdan baraka bo'ladi. Sement aluqalar. Istakanda yo'q. Asilbek. Chalon market. Omad syomkaga nima olyapsan? Tamam. 79 milyon degan, men 70 milyon dedim. Buni oldi, hayron qoldim. Omadagi 79 milyon 900 ming, 100 ming kam 80 milyon so'mga bujing pullar. Barakasini bersin. Ketdi endi. Sigirlarning makoni deb aytib, sigirlarning makoni. Hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek kanal hurmatli obunachilari. Mana bu haftaning yakshanba kuni 28-iyun 2025-yil biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi Yangi Qo'rg'on chorva bozoridan xudo xolasa qo'ldan kelgancha hurmatli akalar bozor narxlarini yoritamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Birinchi sigirlarni keyin buqalarga o'tamiz. Asosan sigirlarda chempionlar shu yerda bo'ladi. Nechta viloyatdan bo'lsa kelib olib ketishadi. Nimaga? Nima deydi? Kechirasizlar. Foydalangani dehqonchilik. Mana sigirdan boshlaylik. Bu najm aka bu? Birinchisiga necha oylik? Birinchisiga 7 oylik. 7 oylik, birinchisiga 7 oylik. Qancha qilishdi? 30 million. O'zingiz nech pul aytyapsiz? 40 ga. 40 million kami bor, 30 million so'm savdo bo'lyapti. Aka bozoringiz bersin, rahmat. Mana shunaqa gaplar. Endi piyoda rossiyaskilarimiz bor ekan, xudo xolasa. Mana qarang. Mashallah. Hammasi birgami? Hammasi nech puldan? 30 million savdo bo'lyapti. Rahmat. 30 million so'mdan savdo bo'lyapti. Bozoringiz bersin, rahmat. Charchamanglar. Rossiyskiy. Hammasi chiroyli bo'ladi. Ukam nech pul qildi bular? 35 million. 35 birinchi qorammi? Necha oylik? 7 oylik. 7 oylik. Tishi ikkita ekan, ha? Yaxshi molga nomeringizni berib qo'ying. Nomeringizni bering, telefon nomeringizni. 93lik 512 32.9 tishi 4-sini yoribdi. Mana shular zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Barakasini bersin. 7 oylik birinchi qoringa. Keyin mashina tomonga o'tamiz. Xudo xolasa bularga o'tamiz. Bugun sigirlar serob. Necha oylikdan nechinchilarga? 8 oydan o'tgan ekan. 8 oydan o'tgan, ikkalasi ham birinchi qorindan. Tishlari ikkita to'rtta. Nech puldan? 45 kam bor deyapti. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Savdo bo'lgan yo'q. 45 milliondan kami bor. Savdo bo'lgan yo'q. Rahmat akam. Bozoringiz bersin. Mana o'siyona to'qoli. Sheb nech pul so'rashdi buni? Qancha qilishdi? 35. Ikkinchisiga birinchigami? Necha oylik? 8 oylik ikkinchi qoringa. Tiriklik. Dehqonchiligi. Dehqonchilik. Nomer qo'yib qo'yaylikmi? Assalomu alaykum. Hoji yaxshimisizlar? Nomeringizni bering. 95lik. Qancha? 859 13 15. Bozoringiz bersin aka. 13 15. 13 15 maktabda go'zali bor ekan. Bozorda eng oldi bor turibdi, xudo xolasa. Jonim, assalomu alaykum. Hoji aka, sog'ingiz yaxshimi? Bozorda oldi bor turibdi, xudo xolasa. Nechinchisiga bu? Birinchisiga. Necha oylik? 8 oylik. Buni zoti nima aka bu? Shved. Shved, a? Mashallah. Birinchi qoringa 8 oylik. Puli qancha puli? Puli 50 million deyapti. 50 million so'm kami bor. Oldi, qarang, mashallah. Ikki yurakmi? Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Har xil 45 ga jo'q savdo bo'lyapti. 45 gacha, dastlabki qilib bera olasizmi? Xabarlar. Nomeringizni aytingchi. 90lik. 90lik 567 567 45 44. 45 44. Mana sigirni qarang. Mashallah, juda katta sigir ekan. Sigir ham endi g'urajin hali endi. Birinchi endi ikkinchi kurak, birinchi qoringa. Aka rahmat, hoji aka, bozoringiz bersin. Buni qancha qilish hoji aka buni? Qancha so'rashdi? 32. Nechinchi qoringa? 4-qoringa. 32 million. Rahmat. 32 million so'm 4-qoringa bo'g'oz. 7 bo'g'ozlardan xudo xolasa. Bugun sigirlar serob. Bu aka qancha so'rashdi buni? Qancha? 45. Rahmat, bozoringiz bersin aka. 45 million so'm. Uni o'zini bilamiz hozir.
Birinchiga, ikkinchiga, uchinchiga deganim bu endi. Assalomu alaykum. Sog' yaxshimi aka? Xudo xolasa. Nechi pul aka bu? Nechinchi qoringa bo'g'oz? Bundan 60 pul. Ha, 60 million savdo bo'lyapti. Nechinchi oyligi? 8 oy. 8 oy. 8 oylik munosib. Mana 60 million so'm. Wow. Bu bo'ynidagi nima aka bu? Tasmasi, nomeringizni aytingchi? 90lik 509 4640. Rahmat, bozoringiz bersin. 4640. Ana bilan seni o'g'lan. Bolasi nimaga aka buni? Bunachi? Birinchi, ikkinchisimi? Ikkinchisi. Sutini bilmadingizmi? 20 ta suti bor, xudo xolasa. Puli qancha bor aka bu puli? 55 million so'm kami bor. Savdo bo'ldimi bo'lmadi? Necha pul? 45. Nomeringizni bering-chi? 90lik 588 67 06. Rahmat, bozoringiz bersin aka. 67 06. Zo'r. Ana yerda savdo bo'lyaptimi deyman-da. Bugun kim nima desa desin, bozor juda ham qisqa. Bozorda savdo zo'r, xudo xolasa. Egonasi 25 million so'm, naginasi 200 birasi savdo bo'lyapti. 25 ga. Qirg'iziston shvetsiyasi qoladi. Mana shuni olmoqchilar. 26 ming so'mga nagini savdo bo'lyapti. Mana shuni olmoqchilar. Xudo savdolar yaxshi. Sigir tomondan buqa tomonga o'tdik, sababi kechib qoladi, shunga buqa tomon tugab qolmasin. Shoxlarga repotlar. Ekran agasi o'ta pochka ekan lekin. Oyoqlar ham baquvvat. Yer bag'ida buqalar bo'lar ekan ikkalasi ham. Boya aka nech puldan so'rashdi ularni? Beraman. Bo'ldi, ber 200 ming. Hozir yo'q. Ber. 52 million. Chupiga 52, 26. Qorakazda Qo'ying ham bilan. 26 million so'm. Yaxshi, barakasini bersin. Sekin qolganlardan ko'ramiz, xudo xolasa. Mikkilar bilan 10 oy 20 atrofidagi nomozlarimiz. Shep nech puldan so'radi bularni? ikkalasini 41,5 million. Rahmat. Bozoringiz bersin. 41,5 million. Ikkalasini chupiga. Ashtibda semental gibrid bor ekanda, yomon ekan lekin ashuna bosh bor. Mashalloh. Sementalga qaysi gibrid aka bu? Gibrid. Sementalga qaysi qo'shilgan? Bilmayman aka. Gibrid ekan, ammo yaxshi novos ekan, jonivor. Mashalloh, shuni ko'rsatamiz. Adashmasam, necha pul savdo bo'ldi aka? 27 ga bermadik. 27 millionga berilmadi. Nomeringizni bering, Shoziga. 97lik 97lik 209 93 23. 209 93 23. Dehqonchilik. Aka bozor tirikchilik. Rahmat. Tirikchilik. Buni qancha so'radi Xo'shtog'a? 22. Bozoringiz bersin. Qancha million rahmat. Yaxshi novos ekan shu. Boramiz. Sekin aylanamiz. Xudo xolasa hammasini ko'rsatib boramiz. Semizlar tomonga bitta aylanaylik. Semizlar tomonga. Semizlar nima? Qarang. Jonivorlar taroziga nechta bo'lib bilamiz hozir hozirgi qo'yganlarni boshqaring. Tuzlar ekan. Qancha savdo qilyapsizlar aka? 32. Rahmat. 2 million. Uni qarang yaxshiligamiz. Endi gibridmi bu? Sizlarmi boy ekan? Savdo qilyapti. Nech pul bo'lyapti savdosi? Qanday qilyapsiz? Nech pul savdosi? 36 oyog'icha. Aha. 60 mingdan beraman. Ha, 36 million oyog'ida 60 mingdan taroziga. Xudo xolasa. Sotib ko'rmadingizmi boy aka? Sotilgani bilasini aytaman. Ha, bo'ldi tushunadi. Sotilganiga lekin. Yo, endi aka. Mana
Ana oshilarga ishvoz bo'lsin. Qana bolasi aka. Aka o'tiring aka. Bular ikkalasini sotamiz deyishyapti. Hali boqsangiz bo'ladi yoki olago'shga so'ysangiz bo'laveradi. Mana to'qollarga ketadi hali. To'qol nechi pulga berasiz? Bu aka? Bu aka, to'qol nechi pulga berasiz to'qolni? 27. 27 ga berilgan yo'q. Yana dashi boqsa bo'ladimi? Biz o'lchan hali, xudo xolasa. Nomeringizni aytingchi? Nomeringizni aytingchi? 91 738 3344. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana bu nomasi hozir 63 ming so'mdan taroziga 36 million kadachi oyog'iga. Savdo bo'lyapti mana, bog'liqda savdo boshlangan. Oy, Mana to'qol. Ular bilamiz hozir. 59 mingdan ortishga bo'lyapti. 60 ming bo'lyapti. 58 berilgan aka. Hoji aka necha qildi buni? 26 million 500 dersin. O'zi yaxshimi? 26 million 500 ming so'mga olyapmiz. Qaysi savdo bo'lyapti bu? Mana buni. Mana savdo bo'lyapti ekan. 26 million 500 ming shunaqa adashmasam. Hozir bilamiz, narxini aniq farqi. Qancha qilyapti uni? 58 mingdan taroziga so'ragan, berilmagan. 59 ming so'mdan taroziga deyapti hozircha. Yaxshi. Jonivor. Nech pul savdo bo'lyapti aka? 33 yarim. Rahmat. 3 million 500. 33 million 500 ming so'm. Bu ikkalasi 48 millionmi adashmasam? Mana haqiqiy qirg'iziston o'qiladi. 5 dan vazn pechati bilan. Pechati bilan. Jiddiy shvetslar. Dalshi boqsangiz bo'ladi yana. Hali yetilmagan, halqalar yetilmagan. Biz yetilib qo'ygan, halqa yetilmagan vaqtda. Pechat tomonga o'tamiz sekin. To'qolda qarang kerak bo'ldi. Ona kerak bo'ldi bilamiz. Shep nechi pul so'rashdi buni? 25 million so'm. Sotdinglarmi, oldinglarmi? 21 oldik. 21 million so'm kami bor. Olishdi, endi foyda bersa sotiladi. 21 million so'm kami bor. Xohlasa bularchi? Sanjarbeka 21 dan kam bor. 6 tasini 21 million so'mdan kami bor. Xohlasa dastavkalari ham bor-a? Bor. Eng yosh savdogarlar. Abdulaziz nechi puldan qilib berasiz? Hammasini olsa bor-ku, 20 milliondan ketdi Sanjarbeka. Dastavka qanchaga berasiz? Samarqandgacha ketaveradi. Samarqandgacha agar mobodo hammasi bitta joyga bo'ladigan bo'lsa, Samarqandgacha deb ketdi. Nomeringizni ayting. 90lik. 90lik 508 508 20 20 ga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa nomerlar ekranda bo'lmoqchimi? Yo'q. Abdulaziz, sizlarga omad. Yosh. Dili shogird. Dastlabkisi. Xodimlar, jonzamon qilish charchamayapsiz? Nomozlar. Hojim, alaykum assalom. Jonzamon qilish charchamayapsiz? Qilisizlar. Nechi puldan? Birinchimiz 25 kam bor. Qilisizlar 25 million kami bor. 23 million kam bor. 23 million kami bor. 21 million kam bor. 21 million kami bor. To'ralasi 20 dan kam bor. To'rtalasi 20 million so'mdan. O'sha olagacha-da. Savdo qilinmadimi? Savdo bo'lyapti. Nechi puldan? 18,5. Bular sizdanmi? Bular nechi puldan? 17,5 kam bor. Bunisini 19,5 kam. Nomeringizni ayting. 90lik. 90lik 508 508 55 32. 55 32. Bog'lasa, dastlabki qilib beraversa. Dastlabki vodiy bo'ylab bor. Uyda yana bor-a? Bu ham bor. Uyda yana bor, bog'lasa. Bo'ldi. Ustichi. Usti ham bormi? Bor, usti ham bor ekan. Nechi pul? Kam bor? Nechi pul qilishyapti? 17 million so'm, ha?
Rahmat, Xudo o'zi bersin. Nechi pul qildi buni? 7 million. O, hoji akamning mollari-yu. Xudo xolasa boqishga tayyorlanadilar. Ketdik sekin. Ko'rsatib boramiz. O'qlarimizni bu tomonga o'tamiz. Bu tomon hammasi ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Hoji aka nech puldan savdo bo'lyapti endi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hoji aka. Alaykum assalom. Rahmat, salom. Ona 18.700 ming qildi. 18 million 700 ming. 18 dan. Har xili. Oldi nech pul hoji aka? Oldini men 20 dan deyapman, 19 dan so'rashyapti-da. 20 million so'mdan aytilyapti. To'g'ri aytdingiz hoji aka. Bu tomonchi, bu tomon sizdanmi? Yo'q. Bu tomon sizdan emas. Nomeringizni ayting, hoji aka. 90lik 589 589 4157 aka. 4157 hoji akamizning har doim mollari serob bo'ladi. U narada hammajoni mayda mollarda hozir tomonga o'tamiz. Telefon qilaverasizlar. Dastlabkilarni berasizmi aka? Kelishtirib. Algeriya fotolardan bormi yo'qmi? Bor, greyfotlardan ham bor. Ulardan ham bor-a? Xudo xolasa. Anguslar ham kelyapti. Bo'ldi. Anguslar ham keladi. Ular rekenda kelyapti. Xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar. Bemalol. Nasib qilganiga mana shu vosita tarozida tortib olish. Ana. Necha kilo keldi endi? Hali inovat. Necha pul bo'ldi aka? 60500 so'mdan taroziga. Hozir chiqaramiz. 60500 so'mdan taroziga. Kaç 109 kilo? 609 kilo. Maşallah. Hozirni ko'paytiramiz. 609 ko'paytiramiz. 500. 36 bilan 844 ming. 36 bilan 844 ming so'm bo'ldi. Taroziga. 609 kilo. 36 milyon savdo bo'ldi. 60500 so'm. 38 milyon. 38 milyon so'mga talqinlamoqchi ketyapti. 38 milyon. Endi bu yoqda ko'chatlarga ko'ramiz. Keyin Dilshod aka. Dilshod aka. Nech pul aytyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 15 dan 16,5 ga. 15 milliondan 16,5 million so'mgacha narxlar aytilyapti ekan. Qancha bo'ldi bu aka u? Qancha bo'ldi? 20,5. Xudo xolasa bularni ko'rsatamiz. Aka, Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? zo'r nima? Dilshod aka, o'zi yaxshimi? Obunachilarning hammasi sog' salomatmi? Xudo xolasa hammasi. Hammasiga salom aytaman. Dilshod akani salom aytishyapti sizlarga. Hammasi salomat bo'lsin. Dilshod aka nech puldan qilib beramiz bular? Dastlabkilari bor. Bor, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ana shunda 4 tasini 15,5 dan Aha. bo'lyapti, 4 tas. 4tasini. Bo'ldi. Nomerlaringizni aytib bering-chi. 94lik. 94lik 440 440 1808. 1808 a. Dilshod aka gaplashamiz, bozorni Salomat bersin. bo'ling. Charchamang. Rahmat. Hop. Bu tomondan sekin bularni ko'rsatamiz. Aka, assalomu alaykum. Javob. Rahmat. Muhammadjon Puchg'oy, Mavlovli yigit. Qalaysiz? Sozlashmi? Joy darmonlar optimal joyga kelaveradi mana. Ha, xudo xolasa. Ha, mol siroq. O'ta serap, ha? Ha. 800 ta bormi uyda? 800 ta. Faqatda bor joyda. Ha, bo'ldi, xudo xolasa. Nari qatorda molni Oldim, hojiganikini oldim. Nech puldan bular? Bular aka optimetaymi, yakkalab ketib chiqadi. Yo'q, siz optu sotib olib, optu cho'p ketdi, yakkalab Bular aka ketdi. mana, yakkalabga mana shu. 4tasi 18 dan kami bor mana sifatlar. Aha, 18,5 milliondan kami bor. Mana bular aka Allohga qarab aytilaveradi. Bular aka 17 dan kami bor. 17 milliondan. Ha. De yusakchi. 16 dan kami bor. Ketaveradi. Ketdi. Ha, 15. Bo'ldi. Kunlari ham bor aka. Xudo xolasa. Nomeringizni ayting. Nomer 91lik. 91lik 739 739 23 ga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Ana moldan bo'ladi-da bizda. Hammasidan bo'ladi, ha? Semental deymi, Greenford deymi. Bo'ldi. Xudosa yangi parta ham kelyapti, anguslar. Ha, hoji akam aytishdi hozir. 1-2 kunda kelib qoladi. Hoji akam aytishdi. Bundan beramiz aka. Xudo xolasa. Sanjarbek aka 18 yoshda
Greyhoundlar bor. 18 millionlik greyhoundlar ham bormi? Bo'ldi. Ana, fonga tushib qoldingiz. Muhammadjon gaplashamiz, o'zingiz bersin. Tartibing, rahmat. Shunaqa mollar, xullas gaplashamiz deb tashqariga chiqamiz. Necha yil bo'ldi hoji aka bu? Buni 12 million. 12 million. Bozorni 32 million 500 ming so'mga bolasi xunajincha baraka bo'lib chiqib ketyapti. 32 million 500 ming so'mga bolasi xunajin o'z chiqib ketyapti. Hali mana bu yerdan shunaqa mollar chiqib turuvdi, aytdi. Kecha suv cho'laydi. To'xtaganimda. Endi to'xtab qoldi. Bozordan chiqdik, endi bu yog'iga. Har yakshanba ertalab kelaversa, xudo xolasa, tahoratxona bor, namozxona bor. Ertalab bomdodda o'qib keting, bozorga chiqib savdo qilaverasiz. Mana. Qancha bo'ldi hoji aka? 16 million xunasi. 16 million so'mga xunajincha chiqib ketyapti. Hoji aka qancha bo'ldi? 22 ming. 22 million 200 ming kam. Qancha bo'ldi aka bu? 21 million 200. 21 million 200, rahmat. 21 million 200 bunisi, 21 million 800 narginisi. Kes qoldi. Qancha bo'ldi bu aka bu? 13,5. 13,5. Elyor aka, Elyor aka. Boson gazi. Suti bormi yo'qmi? Borlar ya. Nechta? 30 tami, 40 tami? 13,5 million qisir. Ha, vallahi ozgina suti bor chiqib ketyapti. Qancha bo'ldi bu aka? 24 million. 24 million. Vau, siraychi ketib qoldi-yu. O'ta tez o'tib ketib qoldi. Xunaji qancha bo'ldi aka, xunaji? 12 million, rahmat. 12 million so'm. Bu qancha bo'ldi? Ketdi. Qancha bo'ldi aka bu? 24 million so'm. 24 million bolasi, qani yo'q bu bolasi. Qancha bo'ldi hoji bu? 10 million xunajincha. 10 million so'mga xunajincha. Juda g'alati chiqish bo'lyapti, tushunmay qolyapman. Qancha bo'ldi qo'chqor? Qancha bo'ldi? 10 million bo'lsa kerak. To'qolka. Qancha bo'ldi? 19 million. Xizmatiga ko'ra bugun kamroq bo'ldi. Qancha bo'ldi aka bu? 20 million. Bugun kamroq bo'ldi. Endi bugun sabablimiz, sababi hozirdan bo'y boshlanadi. Charles Alvera bilan nima edi? Ilya Tapuriymi? O'shan jangini ko'raylik endi. Hozir boshlanib qolsa kerak. Hurmatli ko'rar. Ko'ring, seshanba kundan yana xudo xolasa Do'rmanchi Chorva bozorida sekin chiqaramiz. Chorshanba, payshanba, juma qadar har kuni bozorda chiqaryapmiz. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, zing tursangiz bo'ladi. Salomat bo'ling.